Joriy yilning 19-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 473-sonli farmoyishi qabul qilindi. Unga ko'ra yoqilg'i quyish, saqlash va tarqatish inshootlari hamda chakana savdo shoxobchalarida yuz berishi mumkin bo'lgan avariyaviy holatlarning oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va mehnat muhofazasi hamda ushbu obyektlarni joylashtirishda shaharsozlik normalariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash va ushbu sohadagi qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari ushbu hujjatda kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun muvofiqlashtiruvchi respublika ishchi guruhi hamda hududiy ishchi guruhlarning namunaviy tarkibi tasdiqlandi. Mazkur farmoyish ijrosini ta'minlash maqsadida Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan shakllantirilgan ishchi guruhi Andijon viloyatidagi neft mahsulotlarini saqlash, yetkazib berish, sotish bilan shug'ullanuvchi korxonalarda baxtsiz hodisalarni oldini olish, yong'in va sanoat xavfsizligi qoidalariga rioya etish masalalarini o'rgandi. Viloyatdagi mas'ul tegishli tashkilot mutasaddilariga barcha texnik vositalar, yoqilg'i saqlash omborlari va boshqa tegishli jihozlarni qayta xatlovdan o'tkazish, sanoat va xavfsizlik qoidalari bo'yicha xulosalarni olish yuzasidan topshiriqlar berildi. Shuningdek, mavjud muammolar yechimi bo'yicha aniq takliflar tayyorlash vazifasi yuklatildi. Ishchi guruh a'zolari tomonidan shoxobchalarda o'rnatilgan jihozlarda hamda bosim ostida ishlovchi jihozlarga mutaxassislar tomonidan o'rganish o'tkazilib, o'zini yo'nalishi bo'yicha o'rganilib turib, kamchiliklari hamda bajarilishi bo'lgan normativ huquq hujjatlarga rioya etilishi ustidan nazoratda amalga oshirilmoqda. Respublika ishchi guruhi Andijon shahridagi xususiy korxonaga qarashli avtomobillarga gaz to'ldirish kompressori shoxobchasi faoliyatini ko'zdan kechirdi. Bundan tashqari avtomobillarga gaz to'ldirish jarayonidagi xavfsizlik qoidalariga rioya etish, kompressorning ishlash tizimi va boshqa texnik masalalar bo'yicha tegishli mutaxassislar bilan suhbatlar qilindi. Gaz to'ldirish jihozlarining yaroqlilik va texnik hujjatlari, ularni o'z vaqtida taftishdan o'tkazish bo'yicha tegishli ko'rsatma va tavsiyalar berildi. Kamchiliklar asosan uskuna jihozlarini o'z muddatlarida sinovdan yoki davlat ko'rigidan o'tkazmaslik hamda bino va inshootlarni loyiha hujjatlari tegishli davlat idoralari tomonidan ekspertiza xulosalar berilmaganligi hamda xavfli ishlab chiqarish obyektlaridan foydalanish jarayonlarida hujjatlari o'sha tegishli tartibda saqlanish holatlari yuzasidan ularga tushuntirish ishlari olib borildi. Andijon shahri Sholdirama mahallasida joylashgan ko'p qavatli uylarda suyultirilgan gaz va havo aralashmasi orqali yonilg'i bilan ta'minlovchi zamonaviy Yaponiya texnologiyasi qo'llab kelinmoqda. Ushbu texnologiya Paxtaobod tumanidagi Mash'al mahallasidagi ko'p qavatli uylarga ham o'rnatildi. Darvoqe Toshkent viloyatining Angren shahrida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgan mazkur tizimni respublikamizning barcha hududlariga tatbiq etish jarayonlari olib borilmoqda. Xavfsizlik jihatidan yaxshi. Balon gazda propan gaz o'zimiz yoqar edik, qo'rqar edik. Truba orqali kelyapti, konforkalarimizga ulangan, konforkalarimiz baland bo'lib yonyapti. O'rganish jarayonlarida iste'molchilar tomonidan maishiy gaz ballonlarini qabul qilish yoki ularni o'z boshimchaligi bilan o'z xonadonlariga o'rnatish holatlarida ularga tegishli yo'riqnomalar taqdim etildi. Ushbu suyultirilgan gaz iste'molchilarga yanada yengillik yaratish maqsadida tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lgan hududlarga Yaponiya davlatida ishlab chiqarilgan PI1 tizimi uskuna jihozlar o'rnatildi. Ko'p qavatli xonadonga 48 ta iste'molchilarga bir me'yorda suyultirilgan gazni havo aralashmasi yordamida sintetik tabiiy gaz ko'rinishida yetkazib berish yo'lga qo'yildi. Uskuna jihoz o'rnatishdan maqsadimiz iste'molchilarni bir me'yorda va xavfsiz bo'lgan gaz bilan ta'minlab berish. Andijon shahrida Yaponiya davlatida ishlab chiqarilgan PI1 texnologiyalarini ko'p qavatli uylarga hozirgi kunda o'rnatib, bir me'yorda suyultirilgan gaz yetkazib berilyapti. Oldinlari yetkazib berishimiz juda qiyin bo'lgan. Shuni hisobda hozir bir me'yorda yetkazib beryapmiz. Yonish jihatdan ham, bosimi holati ham juda yaxshi holatda, iste'molchilarimiz ham minnatdor. Ushbu uskunalar yordamida ko'p qavatli binolarimiz 48 ta xonadon bir me'yorda gaz bilan ta'minlab kelinmoqda. Qo'rg'ontepa gaz to'ldirish shoxobchasida favqulodda vaziyatlar ro'y berganda aholi va hududlarni muhofaza qilish bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqlar tashkil etildi. Unda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni o'z vaqtida bartaraf etish, binodagi ishchilar va fuqarolarni evakuatsiya qilish, hududdagi yong'inga qarshi suv ta'minoti o'rganildi. Shuningdek, shaxsiy tarkibning jangovar tayyorgarligi va kasb mahorati sinovdan o'tkazildi. Mashg'ulot yakunida bajarilgan ishlar va yo'l qo'yilgan xatolar muhokama qilinib, xodimlarga yong'inlarning oldini olish, yong'in sodir bo'lganda to'g'ri harakatlanish, odamlarning hayoti va sog'lig'i uchun zarur bo'lgan boshqa tavsiyalar berildi.
Bu hamkorlik ishlari doirasida joylardagi aholiga suyultirilgan gaz ballonlarini yetkazib berish, gaz to'ldirish shoxobchalarida olib borilayotgan ish jarayonlari o'rganib chiqilmoqda va xavfsizlik talablari ko'zdan kechirilmoqda. Gaz to'ldirish shoxobchasida navbatdagi o'quv mashg'ulotini o'tkazildi. O'quv mashg'ulotida tashkilot xodimlarining harakati birlamchi va qolgan tashkilotlar, tegishli tashkilotlarning ushbu mashg'ulotdagi harakatlariga baho berildi va shunday holatlar yuz berganda qay tartibda harakat qilishligi bo'yicha tegishli ko'rsatma berildi. Har bir xodim korrupsiya holatlarini oldini olish bo'yicha maxsus kameralar bilan jihozlangan avtomashinalar ta'minlandi. Undan tashqari bu hududimizda 15 dona jihozlangan kameralar bor. Har bitta quyuvchi shilangirni to'liq quyilishi nazorat qilinadi. Keyin undan tashqari bu mashinalarga GPS uskunalari o'rnatilgan. Bu orqali mana shu gaz ballonlar qaysi mahallaga yetkazib berilishi, qaysi mahallada to'xtashi bo'yicha to'liq nazorat qilinadi. Ma'lumki, gaz ta'minoti sohasida mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Bunda aholi o'z murojaatini mahallaga biriktirilgan mas'ul xodimga yo'llashi mumkin. Iste'molchi endi sarson bo'lmaydi. Gaz bilan bog'liq muammo bo'lsa, mahallaga borib, hududga biriktirilgan gazchi ko'magidan foydalanadi. Har bitta mahalla gazchilarimizga onlayn topshiriqlar kelishlari amalga oshirilyapti. Bugungi kunda Andijon viloyati bo'yicha 147 ta mahalla gazchisi faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, har bitta mahalla gazchisiga bir kunda 20 ta aloqasida muammosi bor xonadonlar bo'yicha topshiriqlar keladi. Bu bo'yicha mahalla gazchisi manzilli xonadonga keladi, planshet yordamida sho'tchik bilan bog'lanib, sho'tchikda aloqa test o'tkazadi. Dasturlarda, tam dasturida hamda mobil ilova orqali programmasida ishlaydi. Aloqa test o'tkazganda gaz hisoblagichlarda, batareykalarda aloqasida muammosi bor aniqlanadigan bo'lsa, joyiga kelib, o'rganib, bartaraf qilinadi. Raqamlashtirish qulay tarafi maqsadli manzillar bo'yicha ishlaydi mahalla gazchisi hamda kunlik reja topshiriqlari aniq amalga oshiriladi. Iste'molchilar tomonidan o'zboshimchalik bilan gaz hisoblash uskunalarini olib qo'yilgan taqdirda bizning dasturimizda e-ma'muriy orqali akt rasmiylashtirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Bu bo'yicha o'zboshimchalik bilan sho'tchiklarni joyidan chiqarmaslik bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshiryapmiz. Agarda gaz xodimining ruxsatsisiz noqonuniy foydalanishlar amalga oshiriladigan bo'lsa, e-ma'muriy orqali dasturga jarimalar yuklatilishi bo'yicha hamda jinoiy javobgarlikka tortilishi bo'yicha ogohlantirish ishlarini amalga oshiryapmiz. Andijon shahridagi mana bu mahallada 2140 ta tabiiy gaz iste'molchilari mavjud. Onlayn dastur asosida ishlar tashkil qilingandan beri vaqt tejalyapti. Xizmat ko'rsatish sifati yaxshilandi. Bundan aholi mamnun. Oldinlari ko'chani boshida bo'lsa, biz tomonga yetib kelmadi, oxirlariga qiynardik. Hozirda yaxshi qilib qo'ydi, yaxshi ta'minotlar yaxshi bo'lyapti. Gaz ta'minotlarimiz ham yaxshi. Hozir regulatorlar qo'yilib berdi. Tabiiy gaz muhim strategik energiya resursi. Undan tejab samarali foydalanishni davr taqozo etmoqda. Sohada qo'llanilayotgan yangi innovatsiyalar, faoliyatda yondashuvning butunlay o'zgarganligi tizimda yillar davomida yig'ilib qolgan kamchilik va muammolarga barham bermoqda. Iste'molchilar manfaatiga mos yangi istiqbolli loyihalarni ishlab chiqish va tizimni yanada rivojlantirish imkonini bermoqda. Eng muhimi, gaz resurslaridan foydalanishda samaradorlikka, xizmatlar sifatini yaxshilashga erishilyapti.